Yaqinlarim. Mana bu tapichkaga umuman ahamiyat bermaylar. Egasi berdi. To'g'risini aytayapman sizlarga, hali oyoq kiyimim bor. Toshkent shahridamiz, Bektemir rayonida 346-maktab, orientir. Shunda oldida mana yangi oilaviy poliklinika. Ro'parasida 6 soti 7 xona joy. Ancha arzonga berib yuboraman deyaptilar. Oldingi safar 370 ming qo'ygan edik. Oldindan sizlarga fokus qilmasdan, xotla qilmasdan aytaman, faqat kelishib olinglar, oxirigacha ko'ringlar. Hozir 300 ming qo'yilyapti. Kami bor. Kelishsa bo'ladi. Gaplashinglar. Balkim qanchasidir bor, bu yog'ini oyma-oy 1 yilda berib yuboraman desanglar ham ko'naman deyaptilar. Mana fasad hamma yoq kompyuterlashtirilgan, pultlashgan. Sharoit zo'r. Gaz, svet, suv, kanalizatsiyalarni ham tashqariga olib chiqib qo'yganlar. Maktab ro'paraladi. Yangi maktab, o'zi ham necha etaj qarab, 5 etajlimi, 4 etajli maktab. Ro'paraladi. Bemalol bola chaqanglar qo'rqmasdan svetofordan o'tib borib keladi. Eshiklari pultda. Bunisi ham pultda ekan. Kelib gaplashadigan joyi. O'rtakach, dallol, makler aralashmagan. Mana bu yerda bitta katta mehmonlarni kutib olishga zal. Bu yoqda 6 ta xona, pastda mana bitta xona. Hozir bir chekkadan ko'rsataman, remontlari zo'r. Ishonmaysizlarmi? Xo'p, bu yoqni bitta ko'rsatib qo'yaylik, keyin u yoqqa kiramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Keling, operator. Chirog'i yoqig'mi? Ana, hamma duh konturni katyor, yangi remont. Hop. Bu yoq vanna xona. Yangi remontlarimdan forchkalari bor, balangina. Bu yoqda mana kattagina mehmonxona. Mehmonxona ham bir 6,5 metrga 4,5 metr. O'zi 7 ga 5 bo'layotgan bo'lgan. Tepalari ham polniy zo'r. Lyustra nimasi bor? Hamma narsani tashib ketaman deyaptilar. 300 ming kami bor. Toshkent shahar. 6 soti. Kelish kerak, savdolash kerak, yaqinlarim. Yuring. To'g'rimi, nima deysiz, operator? Eshiklar pultda. Kerakmi, ovora qilmaysizlar. Bemalol keling, uxlayotveringlar. Siz o'zingiz kelib, o'zingiz ketaverasiz. Hech kimga muammo sazlovat qilmaysiz. Mana bu kachalarni ham bonusiga tashib ketar ekanlar. Bruschatkalarni ham zo'r qilingan. Mana bu yo'li so'kinli oblisovchni g'ishlarda obshivat qilingan. Bemalol mana buni ichida bir narsalar boqaman desangiz, atroflarni rishotkalar qilib, 4 tala taraplama yuradigan koridorlar qilib qo'yilgan. 346-o'rta maktab deb yozsangiz chiqadi. Zo'r joylar. Mana bu so'rilarni ham bir allambalo qilib qo'yibdilar. Mana bu yerda yozgi oshxona tandirlarigacha bor. Tandirga ruxsatnoma ham bor. Kerakli joylardan litsenziyalar olingan, xavotir olmanglar. Bu yerda ikkitalab sklat. Mana anaqa zamonaviy qilib sklat qilib qo'yganlar. Kattagina, bu ham kichkina emas, o'zi ham to'rga 2,5 metr. U yoqda ham sklat, o yerda ham bitta xonasi bor. Yaqinlarim. Mana karavatlarigacha bonusga tashib ketaman deyaptilar. Hamma sharoitlar bor. Uylarni qarang, 2 etaj. 6 soti. U yoqda ham kattagina to'rga 3 metrli xonasi bor. Yuring, operator. Mana karavatlari mana shu yerda yasatirgan ekanlar, shu yerda qoladi, olib ketmayman deyaptilar. Kelish kerak, gaplash kerak. O'qti quplab qo'ygan ekanlar, atek kattagina xona. Yuring, operator, ichkarilarni ko'rsatamiz. Operatorim mana, ichkarilarni ham ko'rsatamiz. Toshkent shahar, Bektemir tumani. Shundoq. Qo'yliq bozoriga 3 kilometr, Food Cityga 3 kilometr. O'rtada shundoq kirganinglarda mana kattagina koridor, hol, razdelniy, sanuzel xonalar, 2 ta sanuzel xona xonadonimizda. Bu yoq vanna xona. Mana bu yoqda kattagina oshxona. Kirsiz chiroqlar mana o'zi yonadi, bemalol mana bu gaz plita, kuxonniy mebellar hammasi qoladi deyaptilar. Kelishsin, savdolashinglar, gaplashinglar. Men uy egasiman, o'rtakach dallol emasman deyaptilar. Kelish kerak mana bu yoqda bitta xonamiz.
Bu yoqda mana kattagina yotoqxona. To'g'risi, chotki yotoqxona. Bu yoqda denni prixoshka. Mana bu yoqda kattagina mana bu yoqda mehmonxonasi bor. O'zi ham bir 6 metrga 4 metrli mehmonxona. Bir 10 talik stuli bilan. Endi stulini o'zingizlar gaplashasiz. Yuring operator, podvalda ham bir 50 kvadrat metr sharoit bor. Mana xudo xolisa podvali bu yoqda ham zo'r sharoitlar qilib qo'yganlar. Mana kattagina ofislar ham qilib olasizlar bemalol. Mana bu yoqda denni xonasi, podvalni o'zida ham bir 50-60 kvadrat metr joy. Zo'r. Hamma sharoitlari bor. Yuringlar endi sekin 3-etajni bir ko'rsatib beramiz. Ketdik. Mana podvaldan chiqib endi 2-etajni ko'rsatamiz. Общий 330 kvadrat metr jiloy joy, 6 sotix joyda. Ketdik operator. Mana 2-etajga ham chiqib oldik, yaqinlarim. Shunda chiqqaninglarda yotoqxona. 4 metrga 3 metrli yotoqxona. Yotoqxona bu yoqda ham 6 metrga 3,5 metrli yotoqxona, ko'cha ko'rinib turadi. Zo'r. Bu yoqda отдельно bolalar uchun yotoqxona yoki bir ofis o'zingizlar uchun. Zo'r. Mana bu yoqda balkonlari bor. Mana bu yoqda balkon. Bir ko'rsatib qo'ying, ko'chalar ko'rinib turadi, maktab ko'rinib turadi. Tanan deb olib boraverasizlar. Pastda egasini nomeri. Sizning uy joylaringiz bormi? Uy joy olmoqchimisiz, sotmoqchimisiz? To'g'ri maslahat kerak bo'lsa, hozir to'g'ri maslahat berish o'z ish bo'lib qolgan. Tepada nomerlarim. Sog' bo'linglar. Kommentariyaga amin. Bizga ham nasib ayla deb yozib qo'ying. Allohga oson. To'g'rimi? Sog' bo'linglar. Ketdik.